bo'yicha mutaxassis Natali Dajes bizga vaziyatni sharhlab beradi. So'zlaringizni biroz to'g'irlamoqchiman. Meni poygalar tahlilchisi deyish afzalroq bo'ladi. E'tirozim yo'q. Bugungi sirli va notanish poygachi Jackson To'fon kim o'zi? U shiddatli tezlanishga qanday erishdi? Hech qanday maxfiylik yo'q. Jackson To'fon zamonaviy avtomobillar avlodining eng yangi vakili. Bu avlod keksalarni poygadan chetlashtira boshlayapti. Aynan kimlarni? McQueen kabi qariyalarnimi? Ha, To'fonning muvaffaqiyatini ozgina izohlash mumkin. Bunda hech qanday sir-sinoat yo'q. Ijobiy ko'rsatkichlar to'plami bor xolos. Shinalardagi havo bosimi, tezlanish vaqti, o'rtacha quvvat, aerodinamika, bularning har biri To'fonning raqiblaridan o'zib ketishini ta'minlaydi. Juda soz. Endi toshbaqa McQueen piyodalar yo'lkasida xasta tayanib yursa ham bo'lar ekan. Bu fikrimga qo'shilasizmi? Men faqat bir narsani aytishim mumkin. Bu yilgi poygalar mavsumi har doimgidan qiziqroq bo'ladi. Darrell, o'zing ko'ryapsan, Jackson To'fon hammani hayratga soldi. Uning safiga yana 6 ta zamonaviy mashinalar qo'shildi. Ularga yo'l berish uchun 6 ta qariya poygadan chiqarildi. Salom, poygalar faxriysi hali ham safdami? Faxriylar doimo safda, g'alaba biz tomonda. Mashhur McQueen ortimdan ergashib yurganidan faxrlanaman, ayniqsa xayrlashuv poygasida. Nega xayrlashuv bo'lar ekan? Men bilanmi? Xullas, davring o'tdi. Sendan umid yo'q. To'fonning va zamonaviy mashinalarning ustuvor jihati hamma davrlarda sur'atni orttirib borishida. Bu Jacksonning 3-chi ketma-ket g'alabasi. To'fon o'z rusumiga ko'ra raqiblardan ustun turadi. Shuningdek, g'alabasining asosiy omillaridan biri eng zamonaviy qurilmalarda mashq qilishida. Bu uskunalarda poyganing barcha jihatlari aks etadi. To'fon eng maqbul harakat chizig'ini doim to'g'ri tanlaydi. 4-g'alabaga ham erishdi. Qarshi havo oqimining ta'siri Jacksonda 2% ga past. Marra egallandi. Shinasining asfalt bilan tishlashuvi 5% yuqori. 7-raqamli omadli keldi. Shu bois oxirgi tezligi 1% yuqori. Haqiqiy mo'jiza. Sobiq chempion Chexix yana siz bilan. Mening yonimda esa zafarli yurish qahramoni Jackson To'fon bugun chaqmoq ustidan yengil g'alabaga erishdi. Chaqmoqni endi yomg'ir desak ham bo'lar. Ko'z yoshiga mos tushadi bu. Yo'q, Chik, u sportchi qariya, keksa poygachilarning eng so'nggisi. Uni yengishga ham xijolat bo'lyapman. Uzr. So'nggi manzilga yetib keldimizmi? McQueenga g'alabani qaytarish chorasini ko'ryapsizlarmi? Mashg'ulot uslubini o'zgartirasizmi? Savollarimizga javob bering, iltimos. Bu holat vaqtinchalik xolos. Hammada ham bo'ladi. Tezda mavqeimni qaytarib olaman. Boshqa izoh berilmaydi. Kale Rivers haqida nima deysiz? Qaysi ma'noda? Kale Rivers faoliyatini to'xtatibdi. Bunga ham izoh yo'q.